Nexia tuning qilingan qo'yganman sizlar uchun jigarlar. Buni qaranglar. Ablisovka faralari qoraytirilgan, karbonli qilingan. Balonlari yangi, salon ko'rsam maza qilasizlar jigarlar. Buni qaranglar. Oh. BMW rullada salon vahshiy dahshat. Patologini ko'ryapsizlarmi? Maza qilasizlar. Mashinaga lekin umuman gap so'z yo'q. 1 dan 10 gacha bitta baho berib qo'yinglar. Narxi ham juda shikalat. Bunaqa tuning qilingan mashinani bunaqa narxda topa olmaysizlar. Keyin bunaqa pulga tuning qilish uchun bundan ham ko'p pul ketadi jigarlar. Mashina asal bo'lib turibdi. Saloniga lekin maza qilib ko'rgan odamni bittada o'ziga tortadi. Narxi necha pul aka? 5,5 ming dollar ekan. Yana ham telefon qilsanglar kelishtirib berar ekanlar. 2009 400 ming atrofida probeg deb aytishyapti. Lekin mashinaga gap so'z yo'q, bonusiga metani ham bor, saloniga mehrni zo'r berilgan jigarlar.